Üç padişahlıktaki xislatlik tibib Xuato'ninki kelib chiqishi. Yaxshi misal do'stlar, unda qo'z biz üç padişahlık yani davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda shu Tayshi'sininki Sunsa qo'shilganlik to'g'riliq, uningga ergashganlik to'g'riliq so'zlagan. Endi bugun biz Xuato to'g'riliq so'zlaymiz. Xuato üç padişahlıkni ko'rib baqqan do'stlar bilamiz, xislatlik tibib deyishga bo'ladigan bir kishi ham. Endi bu kishi qandaq bo'lib bu yerda tilga ilinib qoldi. Endi shu Sunsoninki ukisi bor. Sunchuan deydigan. Keyin shu Sharqi Wuninki Hasibani bo'ladi. Endi bu Sunchuan ham Sunchuanninki onasi, Sunsoning onasi degandek buninki urug' tuqqanlari hammasi shu Danyangda yaşayotgan asli. Sunso şu muşlarni qutqizish uchun, mushsimini tatib olish uchun kelganda, ham Sunsoning kelganligini anglabla bu yerdagi Liu Yao buning ukisi, opisi, buni urug' tuqqanlarini bo'riga olmoqchi bo'ldi. Bularni tutib akeolmoqchi bo'ldi-da. Shu vaqtda hamda Sunchuan qatorliq bularni o ishning ahvolini uqqandan keyin qochdi bular. Qochib, shu Liu Yaoning qo'liga tushib qolmaslik uchun her tarafga kaçıp özünü panahlandırdı. Ama şu vakitlerde çeyreklerninki qo'g'lab kelib bularga zarb berishidan kaçıp qutlanmaydi. Şu vakitte Sunchuanninki yine turayotgan. Ya'ni Sunjanninki, Sunchuan bilan Sunjanning dadasininki burunqi sanog'ini Joutay deydigan kishi Sunchuanning yanida buninki shu urug' tuqqanlarga bular qarab qo'yotganda. Shu vaqtda endi bu Joutay degan kishi çeyreklarni qayturaman deb bular bilan qattiq elishib, 13 yeriga pichoq yeydi, ya'ni qilich yeydi. Bu endi bak mard palvonda, ham cheriklar bak chiqib olgandan keyin bular bilan elishib 13 yeriga qilich yeb yara olib. Endi bu 13 yerning yordar bo'lishi degan kichik ish emas. Qansirab o'ldi odatdagi odam bo'lsa, ham avu bak palvon no'ch bo'lganligi uchun kuchli badanimi yo'g'on bo'lganligi uchun endi bu o'lamjam bo'lib qolibmi endi ölmeydi. Şunu olan hem de bular şehirni işgal qilgandan keyin shu Joutayni darhol tiyib ko'rsatishni o'ylaydi. Ammo nurg'un tiyiblarninki yeni apasa bu Joutayni davolig'ini unumaydi. Nimishqa? Chunki burunqi zamonlarda podshoh, cho'ng-cho'ng vazir baglarninki kesilini ko'rish degan nihoyat xatarlik ish bu. Davolab saqaysa mukofot oladigan bilan davolab saqaytamasa balo qiladigan gapda. Şuna hem de bu 13 pichoq yavağa adamni davolab saqaytish degan ajoyib ta'sir ish. Shunga bu tibiblar hammasi buni davolashni rad qildi. Ular u yerga yugurib, bu yerga yugurib, oxiri bir tibibni oldiga kelgan vaqtda tibib buni davolashni xohlaydiganligini aytdi. Shunga bilan buning yorlarini tengib, dori surkab, undan keyin dori bergandan keyin 2 haftaga qolmayla bu Joutayninki kesili ajoyib tez saqayib ketdi. Ular hammasi hayron qoldi-da, ajab yomon tibibken bu nimandaq tez saqaytdi shunchalik bak ig'ir yaralangan odamni deb, andan keyin bu tibibninki tarixini surishtirgandan keyin bu kishininki dal Xuato ekanligini bayqaydi. Shuning bilan bu Xuatoninki nomimi asta-asta barliq kelishib boshlaydi, texmi algi tunilib, shu Joutayni davolagandan boshlab texmi kuchayib buninki shu nomi demak butun iqlimga taraldi. Endi biz bu Xuato to'g'riliq azroq bir so'zlab baqamiz. Xuato degan qanday kishi? Zat bu qandaq qilib mashunda tiyib bo'lib qolgan degan vaqtda bu kishi endi asli hozirgi vaqtdagi Anxuy o'lkasidagi bir shaharda tug'ilgan bir bola endi. Shu yer tug'ilganda, ham bu kichik vaqtida ota-onasi o'lib ketib, bu yetim bo'lib qoldi. Yetim bo'lib qolgandan keyin bu ota-onasi endi kasal sababidan o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin bu bola şu ota-onasininki kasal sababidan davolanib saqayanmay o'lib ketganligidan nihoyatda ich achchiq bo'lib, men cho'ng bo'lsam cho'qim kasal davolaydigan odam bo'lmayman deb ko'ngliga shuni pukidi. U bu yerda sargardon bo'lib yurib, mushundaq o'ziga tiyiblik hunarini o'rgatib qo'ydigan odamni izlaydi. U yerga berib boqdi, bu yerga berib boqdi, birdan mujangning oldiga bordi, yog'ochchi, masalan, qassobning oldiga berib boqdi. Shunda men davolash hunarini o'rganmoqchi edim, o'rgatib qo'y degandiki, ular hammasi rad qildi. Chunki ularda u hunar yo'qdi. Shuning bilan u yan chepib, bu yan chepib, bu hamma odam ketib yurgandan keyin shuning bilan bir odam buni yo'l ko'rsatdi. Men tiyiblikni bilmayman, ammo tiyiblikni biladigan bir kishini bilaman. Sen shu tog'ning cho'qqisiga chiqsang, bir
butxona bor. Shu butxonada bir kishi bor. Shu tiyuplikni o'gitadigandak qildi. Shu tiyuplikqa ustida kasal ko'rishga. Uning qo'l ostida 5-6 odam bor, bolalar bor, kichik shularni o'gityapti. Senmi berib desang, sana ham o'gitib qo'yish mumkin degandan keyin buni qo'shilib kichik xotin taqiyamishib chiqib, oxir shu odam izlab topdi. Topgandan keyin hamda bu deydi-da, men shunda o'rganmoqchidim degandan keyin bu hamda cho'ng o'sha tiyub kishi unimaydi. Men u tibobat o'rgatmayman. Tiyublikni o'rgatmayman. Men degan odatdagi bir kishi, men bu yerda jinimni bo'qatqadim degandan keyin sizning yiningizdagi bolalar nima ish qildi degandan keyin bularmi bu yerda mening xizmatimni qilib, jinni beqib turdigan odamlar deb buni rad qildi. Ham nima ish rad qildi degan vaqtda hamda bu kishininkimi o'ylagan to'g'ri. Chunki bu tiyublik degan jon qutqizadigan ish. Burungi zamonlarda buningga talab ajoyib yuqori. Chuqum cho'ng orzusi bor. Savrchanligi bor. Uzun muddat o'gina oladigan, jafoga chiday oladigan odam bo'lmasa, qabul qilishni xohlamaydi-ku. Ash odammi shu qabul qilishni xohlamagan. Shunga xotonni rad qildi. Sinaydi. Xotto shuning bilan mayli o'rgatmasangiz mayli, men siz yiningizda turib, holingizdan xabar olay deb ching turib oldi. Shundan keyin bo'pti ondan bo'lsa, sam mushada sudlashib, ochliq terib, tamoq etib, men holimdan xabar ol deb. Ondan keyin buning yinida ap qoldi. Ap qolgandan keyin bular kunda nima ish qildi desa, shunday ishlarni qilib bo'lgandan keyin dehqonchilik ishlarini kunda o'simlik, ziroatlarning ismlarini to'xtamay yodlaydi. To'xtamay yodlatqizdi bularga. Ash bolalarga hammasiga. Shuning bilan bu xotimi ajoyib astoydillik bilan yodlaydi. Ham qolgan bolalar xo'shaqmay, ba'zi yodlab, ba'zi yodlamay, yodlayolmay degandek yuriydi-da. Shuning bilan uningdan keyin 6 yil vaqt o'tdi. 6 yil vaqt o'tkicha bu kishi xotoga hech qanday tiyublik hunari, doktorlik hunari o'rgatmaydi. Faqat shu narsani yodlatiblar turibdi. Lekin bu asta-asta xotoninki nihoyat astoydil, nihoyat qitirqinib o'rganadiganligini his qilib, endi buni sinab bakmoqchi bo'ldi. Yana bu o'zininki shu tiyublik hunarni chuqur birsi miros qoldirish kerakda. Shuning bilan bu bir kunisi og'rib qolgan qiyofatga kirib oldi. Og'rib qolgan qiyofatga kirib olgandan keyin hamma shogirdlar kelib, ko'rib, buni voy og'rib qolibsiz ustoz, u bu desa, ular xoto kelib, bunda chiroylar qarab qo'yib, qo'llarini, tomirlarini tutib qo'yib, siz sog'kansiz-ku, hech naringiz og'rimabdi sizdan degandan keyin bu tiyub odam hamda hayron qoladi. Bu qanday bilib olgandi deb, rost men sog'dim, sen qanday bilib olding degandan keyin men sizningki har qatim bemorlarni kasal ko'rganligingizni ko'rib, shularni kuzatish jarayonida sizningki ba'zi bir kasalga diagnoz qo'yish ahvollaringizni kuzatib bilib oldim degandan keyin anandan keyin xotoga yana bir qatim ishinidi bu. Anandan keyin yana bir qatimlik bir fursatda bu endi o'zininki shu har bir retseptlarini, davolash usullarini xotir qoldirib manda yezib qoldirib mangan. Undan keyin o'simliklarningki ismi, nima foyda qildi, nima ish qildi degandek dora ham. Shularni yezib manganda. Dora deganimiz o'simlikdan chiqadigan narsa-ku. Shu yozgan materiallariga bir kun o't ketgandan keyin shuni bilan boshqa shogirdlar kiriblar o'tni o'chiramiz deb chilak bilan suvni qo'ydi. Kuyganlarga tugaydi, kuymaganlarmi suvga chilinib, siyohlari bir-biriga singishib, o'qilmaydigan bo'lib yo'q bo'ldi. Shuning bilan bu ustozning qattiq achchiq gap ketdi. Mening butkul shu bir umr yozgan narsalarni yo'q qildi degandan keyin shundan bilan xoto kirib, men yezib boqaymi ustoz, mening ismimni qolgancha yezib boqay deb xeli jiqlab shunday o'simliklarningki ortiqchiligi, aloyidligi, foydalarini bu to'g'rilab yozalaydi. Yozalagandan keyin shuning bilan bu ustoz xotoga yana bir qatim qoyil bo'lib ketib, endi men haqiqiy bir shogird deb turman deb shu 6 yildan keyin ondan buningga haqiqiy tibobat ilmlarini kasal ko'rishni o'gitib, bu nihoyat qitirqinib o'ginadi xotomi astoydillik bilan o'ginib, andan keyin xoto cho'ng bo'lgandan keyin buninki iqtidori ishib, xeli bir iqtidorli tiyub aylangandan keyin ustozidan o'tinib, ya'ni ustozidan men hamda sizning yiningizda xel turdim. Bo'lsa menga bir ruxsat bersangiz, men jahon kezgan bo'lsam, jahon kezib shu og'rib qolgan, menga muhtoj odamlarning shu hojatini bir ravo qilgan bo'lsam degandan keyin ustozim buningki orzusini amalga oshiray deb buni
arzusiga yetkazish uchun bunga ruxsat qiladi. Shuning bilan Xuato hamma yerlarda shundoq aylanib yurib, sayyora holatda kasal ko'rib, sayyora bir tiyib aylandi. Asta-asta buning davolagan kasallari bak tez saqaygandan keyin, bak unumli saqaygandan keyin buning nomi chiqib, borgan siri dangliq bir tiyib aylandi. Bundaq bo'lsa Xuato to'g'riliq mushunchalik so'zlaylik. Shu podshohlikdagi texmi isil mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, qo'sh belgisini bosib, meni qo'shib olinglar. Shu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganish arzusi bor do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrim xona uchur qilinglar. Biz maxsus izdan nutq risolasi, nutq o'rganish yordamchisini shu darslikka birlashtirib turib, sizlarningki so'zlash qobiliyati va nutq mahoratinglarni o'stirishinglarga yordam beramiz.